Okay. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Xo'p, bugun prinsiplarimizni yana davom ettiramiz. Prinsiplar podkastimizni keyingi sonida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, bugungi prinsiplarimiz o'zimiz uchun avvalo foydali bo'lishligi uchun chuqurroq fikrlashga harakat qilamiz va yetarlicha ma'lumotlar yig'ib kelganmiz. Yetarlicha izlanish olib bordik. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, bugun qaysi muammoni hal qilamiz? Xo'p, o'tgan safar sizlar bilan fikrlashni keyingi bosqichga olib chiqadigan prinsiplar haqida gaplashgandik. Bu safargi prinsiplarimiz nima haqida? Xo'p, bu safargi prinsiplarimiz bizda bitta narsa qilamiz va shu narsani davomiy qila olmaymiz. Biz maqsadlar qo'yamiz, shu maqsadlar ustida doimiy bo'la olmaymiz. Shu singari, ya'ni motivatsiyani so'nib qolishi, ya'ni motivatsiya o'tdiki chiroq emaski, xolasa o'chadi, xolasa yonadi. Balki u bir marta yoqilib, qayta o'chmaydigan holatda bo'lishligi uchun kuchli 4 ta prinsip haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, 4 ta prinsip haqida mukammal gapirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlarga ancha tushunarli bo'lishligi uchun. Okay. Xo'p. Birinchisi, boshqalar uchun yashashni boshla. To'g'ri, bu oddiy eshitiladi, lekin juda ham kuchli ma'noga ega va sizni haqiqatda ham kuchli qiladigan prinsip hisoblanadi. Boshqalar uchun yashash. O'zi bu prinsipni qayerdan olganman? Bu prinsip Viktor Frankl degan odam bor. Shu Viktor Franklni Man's Search for Meaning degan kitobi bor. Ya'ni ma'no izlab deb tarjima qilsak bo'laveradi o'zbek tiliga. Shu kitobda Viktor Franklni gaplarini o'g'irlab olganman, shu 4tasini. Eng zo'rlaridan bittasi boshqalar uchun yashashni boshla. Ya'ni hayotning ma'nosi o'zingdan ko'ra kattaroq sabab uchun butun hayotingni bag'ishlashdan boshlanadi deydi. Ya'ni siz hayotning ma'nosini o'zingizdan-da kattaroq sababga butun hayotingizni bag'ishlaganingizda boshlanadi. Hayotning ma'nosi tugaydi agarda uni ma'nosini sababini o'zingiz qo'yasiz. Ya'ni o'zingiz uchun yashasangiz bir kun tugaydi. Bir kun hammasiga erishishingiz mumkin yoki hammasiga erishmasligingiz ham mumkin, to'g'ri. Lekin hammasiga erisharsiz. Yangi mashinani olasiz. Qimmat uyda yashaysiz, bor sharoitlaringiz bo'ladi. Istagan narsangizga erishasiz, istagan qizingizga uylanasiz. Va oxiri siz tushunib yetasiz u narsalar oddiy narsaligini. Va hayotning ma'nosi bundan iborat emasligini tushunib yetasiz. Ya'ni sizga bu narsalar yetarli bo'lmay qoladi va ma'noni boshqa narsalardan izlashni boshlaysiz. Ya'ni ma'no tugab qoladi. Agarda ma'noni markaziga o'zingizni qo'ysangiz, ya'ni ko'pchilik o'zi uchun yashasa, birinchidan hayotlari mazmunsiz bo'ladi, ikkinchidan ma'no tugab qoladi. Shuni aytayapti Viktor Frankl. Ya'ni bu nima degani? Endi boshqalar uchun yashashni ko'rib chiqaylik. Siz boshqalar uchun yashashni boshladingiz. Boshqalar uchun yashashni boshladingiz. Tasavvur qiling, siz 4 ta insondan iborat oilangiz bor. Shu oilangiz boqish uchun yashayapsiz. Okay? Boqish deganda o'zingiz ham nazarda tuting, o'sha oilaning vakilisiz va siz asosiy boquvchisiz. Endi siz o'zingizga yana 4 ta oilani boqishlikdek bir mas'uliyatni olmoqchisiz. Nima sodir bo'ladi? Ya'ni siz bitta oilani boqib yurgandingiz, o'zingiz farzandlaringiz, o'zingiz farzandlaringiz boqib yuribsiz. Lekin siz o'zingizga 2 va 3 va 4 oilalarni, xo'p mayli, 2 oilani qo'shib oldingiz.
boquvchisi yo'q bir oilani. Va shu oilani ta'minlashni o'zingizni zimmangizga oldingiz, ya'ni mas'uliyatingizga oldingiz. Birinchidan bu nimani kuchaytiradi? Xuddi Will Smith aytgandek, mas'uliyat bu o'lib yotgan bitta narsa bo'ladi, ya'ni uxlab yotgan bitta kuch bo'ladi insonda. Bu mas'uliyat qachon kuchayadi? Kattaroq sabab paydo bo'lganda o'sha mas'uliyat uyg'onadi va kuchingizga kuch qo'shadi deydi. Ya'ni siz o'ylaysiz, xo'p 5 million topyapman yoki 10 million topyapman, 5 ta odamga yetyapti. Endi ko'proq topishim kerak deysiz. Ko'prog'iga intilishni boshlaysiz, maqsadingiz kattalashadi. Ya'ni biznesingizni qanday qilib kattalashtirishni o'ylashni boshlaysiz. Chunki siz mas'uliyat oldingiz. Bu mas'uliyat sizni kattaroq maqsad qo'yishga, ko'proq harakat qilishga undaydi. Va bitta zo'n narsa bor. Allohdan ham baraka kelishni boshlaydi. Bir boshqacha baraka. 4 ta farzanddan iborat oilasi bor insonlar 8 soat ishlab topgan pulini topadi pul va oilasiga yetkazadi. Lekin siz 8 soat ichida yoki 12 soat ichida u puldan da ko'proq pul topishni boshlaysiz. Mana shuni baraka deydi. Ya'ni boshqalar ham o'sha vaqt sarflayapti, ozroq topyapti. Siz ham o'sha vaqt sarflayapsiz, ko'proq topyapsiz. Hatto kam ish qilgan holatda ham. Shuni baraka deydi. Baraka kelishni boshlaydi. Ya'ni topgan narsangizda baraka, topgan narsangizda qandaydir halovat paydo bo'lishni boshlaydi. Birinchisidan mas'uliyat. Mas'uliyatingiz kuchayadi. Ya'ni mas'uliyatni olishni boshladingizmi, demak bu sizni kuchaytiradi. Ya'ni qiyinchiliklarni bu meni mas'uliyatimni bitta qismi deb olasiz. Ya'ni qiyinchilik ham qiyinchilikdek tuyulmay qo'yadi. Nimaga? Chunki qiyinchiligimni ostida missiyam bor deysiz. Men boshqalar uchun yashayapman. Qiyinchilik bo'lishi tabiiy, chunki men katta mas'uliyat olganman. Okay? Yaxshilab o'ylab qarang-da. Haqiqatda ham kuchayishingiz aniq. Xo'p, ikkinchisi, kamroq bahona qilishni boshlaysiz. Kamroq bahona qilasiz. Hayotga qarang. Hamma nolib yashayapti. Hamma emas, endi ko'pchilik. Ko'pchilik nolib yashayapti. Nolishni kamaytirasiz. Chunki siz bilasiz, boshqalar uchun yashayapsiz. Qiyinchilik bu siz uchun hech narsa emas. Qiyinchilik bu siz uchun yoqilg'i. Uni quyasiz, yana yo'lingizda davom etasiz. Xuddi shuni singari. Keyin ko'proq harakat qilasiz. Ba'zi bir qiyinchilik kelganda ham to'xtamaysiz. Chunki siz bilasiz, siz o'zingizdan-da ko'ra ko'proq narsa qilayotganingiz, o'zingizdan-da ko'ra ko'proq kattaroq maqsad qo'yganingizni his qilib turasiz. Va shu narsa oxiratingizga ham, o'zingizga ham xizmat qilayotganini bilib, o'zingizdan mamnun bo'lishni boshlaysiz. Hayotingizga ma'no kirishni boshlaydi. Xo'sh, $140,000 oyiga olayotgan, Google'da ishlayotgan bola Azim Po'lat degan aka, Azimjon degan aka Google'dan bo'shab O'zbekistonga qaytdi. Google'da ishlayapman deyish qanday shuhratli. Agar siz Google'da ishlab O'zbekistonga kelsangiz, eng zo'r kompaniyalar sizni ishga oladi. Ya'ni o'zingiz sohangiz bo'yicha. $140,000 olaverib, o'zini ehtiyojlarini tugatdi. U hamma yo'g'ini hamma o'sha ehtiyojini tugatdi xolos. Va $140,000 unga boshqa kayf bermay qo'ydi. Ya'ni maza bermay qo'ydi. To'g'ri, boshida ma'no bor edi, chunki ehtiyoj bor edi pulga. Ehtiyoj bor edi, qiziq edi Google. Lekin u qaytib keldi. Google'ni shunchaki tashlab yubordi. Va boshqa O'zbekistonda boshqa ishlar qilib yuribdi. Mana shu inson ham ma'no izladi. Ya'ni Google'da men ma'no topolmadim. Davom etishga ma'no topolmadim dedi. Va shu ma'noni O'zbekistonga qidirgani keldi. Bunaqa voqealar juda ham ko'p. Ya'ni sizni o'zingizdan ko'ra kattaroq sababingiz bo'lmasa yashagani, harakat qilgani,
siz motivatsiya so'nib qoladi. Shuni qattiq tushunish kerak. Viktor Franklda bitta zo'r gapi bor. Who has why a why anyhow is possible deydi. Anyhow is possible deydi. Ya'ni nima degani? Kimdaki nega degan narsa bo'lsa, ya'ni nega savoli bo'lsa, har qanday degan savol javobi bilan deydi. Ya'ni ehtimoli bor uni topishda deydi. Ya'ni sizda o'zi nega degan narsani birinchi o'ringa qo'yib olsangiz, nega degan narsaga javobingizni berib olsangiz, har qanday how, ya'ni har qanday degan, qanday qilaman buni degan savolga albatta javob chiqadi. Mana shu narsa juda ham kuchli ta'sir qilgan narsa hisoblanadi menga. Va shu prinsipda ishlashimga, o'zim uchun yozib qo'yishimga sabab bu. Ya'ni boshqalar uchun yashashni boshlash. O'zi bu prinsipni qo'yib olganingizdan keyin ego, ya'ni o'zi shaxsiyatingiz nolga teng bo'lib qoladi. Siz uchun missiya qurasizda va boshqalar uchun yashaysiz. Boshqalar uchun yashashni boshlaganingizdan keyin mas'uliyat kiradi, ko'proq harakat qilasiz, aqlliroq qarorlar qilishni boshlaysiz. Vaqtingizga, qilayotgan ishingizga baraka kiradi. Va eng muhimi, hayotingizda ma'no paydo bo'ladi. Mana shuning uchun boshqalar uchun yashashni boshlaydigan prinsipni o'zingizga yozib qo'ying. Xo'p, keyingisi kichik odatlar bilan kuchli xarakter qur. Kichik odatlar bilan kuchli xarakter qur degan prinsip. Bu prinsipni Atomic Habits degan kitobdan olganman. James Clear yozgan. Biz o'quv markazimiz ham bor, Atom odatlar akademiyasi degan. Va mana shu Atom odatlar akademiyasining nomini ham shu kitobga ruhlangan holatda, ilhomlangan holatda qo'yganmiz. Xo'p, kichik odatlar bilan biz ingliz tilini o'rgatamiz bolalarga. Nimaga kichik odatlar bilan xarakter qur? Birma-bir bo'lib chiqamiz bu prinsipni. Nimaga kichik odatlar, nimaga xarakter qurishimiz kerak? Shular ma'nosida. Xo'p, xarakter oldingi prinsiplar podkastimizda aytganimizdek, xarakter eng kuchli narsa. Siz xarakter qurishingiz kerak. Xarakter deganda qo'pol xarakter tushunmang yoki bir dag'al bo'lishni tushunmang. Xarakter deganda aqlli qarorlar quruvchi xarakter. Aqlli qaysar, ya'ni aqlli qarorlar ustida qaysar bo'ladigan xarakter qurish. Ya'ni kichik odatlar bilan kuchli xarakter qanaqa qilib quramiz? Bizning miyamiz asosiy funksiyasi qo'rquv hisoblanadi. Ya'ni bizning miyamiz doim bizni qo'rqitadi. Doimiy ravishda qo'rqitadi. To'xta, bu ishni qilma, bunaqa. To'xta, bu ishni qilma, bunaqa bo'lib ketasan. Ular shunaqa narsalar bilan qo'rqitadi. Misol uchun aytaman, tasavvur qiling, siz kechasi men soat 6 da turib yuguraman deb o'zingizga niyat qildingiz, kech payt. Krossovkalaringizni hamma yoqda taylab qo'ydingiz. Bir kun oldin, o'sha kech payt. Keyin ertalab soat 6 bo'ldi, budilnik jiringladi. Siz turasiz. Ko'zingiz yumuq. Miya aytishni boshlaydi. Qo'ychi uxla deydi. Hali erta-ku. Shunaqangi bahonalar berishni boshlaydi, to'g'rimi? Hammaga tanishmi? To'xtatchi uxla. Oldin qilmagansan, keyin qo'y, nima qilasan? Hech sovuq bo'lsa deydi, agarda qish bo'lsa. Shuni singari bahonalar taklif tashlaydi. Ya'ni bizda ikkita narsa bor. Ong bor, miya bor. Miya kuchsiz bo'ladi. Miya to'g'ri kuchsiz bo'ladi. Nimaga nisbatan? Qaror qilishga nisbatan kuchsiz bo'ladi. Ong kuchli bo'ladi, aqlan kuchli bo'ladi. Ya'ni ongni qilayotgan ishi mantiqan to'g'ri, miyani qilayotgan ishi u bizni shunchaki himoyalash. Shuni tushunib olishimiz kerak. Ya'ni biz ongni harakatlar, ya'ni ong bilan qabul qilgan harakatlarimiz qanaqa bo'ladi?
ong bilan qaror qabul qilishimiz qanaqa bo'ladi? Kech payt o'sha krossovkalar tayyorlab ertaga yuguraman deb ongingiz bilan qaror qabul qilyapsiz. Lekin ertalab sizga o'sha ishni qildirtiruvchi bu miya bo'ladi. Ya'ni miyani ruxsati bilan qilasiz u narsani. Shu narsa bor. Endi qarang. Miya nimani yaxshi ko'radi? Oson, yengil, sizga shikast bermaydigan ishlarni yaxshi ko'radi. Endi qarang. Siz doim bir narsani boshlashda juda qiynalasiz. Juda ham qiynalasiz. Doimiy boshlash hamma uchun qiyin. Endi qarang. Miya oson, yengil, sizga shikast etmaydigan narsalarni yaxshi ko'radi deyapman. Va miya bilintirmasdan qiyinlashtirsangiz bo'ladi, ozgina qilib. Lekin ungacha miyani o'rgatib olishingiz kerak oson ishlar bilan. Misol uchun, birdaniga 100 ta tarjimani qilish miyaga qo'rqinchli tuyuladi. Va shikastlanasan deydi, nima qilasan, vaqt oladi deydi, qiyin deydi, sizga bahonalar taxlab tashlaydi. Lekin hozir miyaga hozir bir dona qilaman xolos. Bir dona bo'ldi, erta 2 dona, keyin 3 dona deb miyaga sekin tushuntirsangiz, miya o'sha narsani qiladi. Katta ehtimol bilan siz bitta qilganingizdan keyin, bitta tarjimani qilganingizdan keyin keyingi tarjimalarni o'zidan-o'zi ketishni boshlaydi. Keyin nima qilaman? Bitta qilib, 2-3 ta qilishni boshlaysiz. Chunki harakatni уже boshlagan paytingizda уже sizda miyani kuchi so'nadi. Ya'ni siz to'xtatib turgan miya уже bo'ldi, sizga ruxsatni berib olgan bo'ladi. Bo'ldi, endi siz xohlaganingizni qilasiz. Shu narsa bor. Birinchi harakat qilsangiz bo'ldi. Bir marta tarjimani qildingizmi? Bitta qilib ketavermang. 2-3 tadan qilib tashlaysiz. Bir martani qiling, bir marta qilasan xolos. Bir dona tarjimani xolos deysiz miyaga. Xuddi shuni singari. Endi qarab turing. 1% qoidasi bor. Ash kitobda. Atomonlar kitobida. 1% qoidasiga ko'ra har kuni 1% yaxshiroq qilasiz o'sha ishni. 1%. Ya'ni arjimaniga bittadan qo'shib keting. Birdaniga 100 ta qilmang, ertasiga 2 ta, uni ertasiga 3 ta, uni ertasiga 4 ta. Qo'shib ketasiz, miya уже o'rganishni boshlaydi o'shanga. Ya'ni bizning maqsadimiz miyani o'rgatish. Oxir oqibat eng qiyiniga ham miya ruxsat berishni boshlaydi. Chunki o'sha ishga miya dominanta shakllantiradi. Ya'ni dominantalar qonuni degan narsa bor. Bu nima degani? Hali qurbaqani qozonda qaynatishga o'xshaydi. Ya'ni qurbaqani birinchi qaynatishda sovuq suvga solasiz, qurbaqani solib qo'yasiz. Tagiga olovni juda ham past qilib qo'yasiz. Juda ham past qilib. Qurbaqa yuraveradi, suv iliq bo'ladi. Suv sekin qaynashni boshlaydi. Qurbaqa suvni moslashaveradi, hali vaqt hisobiga va oxiri qurbaqa pishib qoladi. Xuddi shuni singari narsa sodir bo'ladi. Ya'ni siz ham miyani xuddi shu qurbaqadek qiynashingiz kerak. Qurbaqadek aldashingiz kerak. Qiynashingiz emas, aldashingiz kerak. Uni alding. Miyani aldamasdan hech narsa qila olmaysiz. Bizning miyamiz juda ham dangasa bo'ladi. Ongimiz juda ham aqlli, ko'p ishlarni qilishni bizdan xohlaydi. Lekin miyamiz buni doim rad qiladi. Chunki bizni himoyalaydi u. Uni ham to'g'ri tushunish kerak. Xo'p, maqsadlar bas, tizimlar qur degan narsasi bor atom odatlarda, ya'ni kichik odatlarni shakllantirishda. Endi qaranglar, hozir shu kichik odatlarga to'xtalaylik. Odatlarimiz nima kichik bo'lish kerak ekan? Chunki miya degan bitta dushmanimiz bor. O'sha dushmanimizni ko'ndirishimiz kerak. O'sha dushmanimiz bizga ruxsat berishi uchun kichkina harakatlardan boshlashimiz kerak. Ingliz tilini o'rganmoqchimisiz? Speakingizni yaxshilamoqchimisiz? 5 minut speaking qiling bir kun. Bo'pti, 1 minut speaking qiling. Shuni 1 minut timerga qo'ying, bosing. 1 minut gapiring bo'ldi. Keyin uni sekin oshirib boring. Chunki miya ketma-ket harakatlardan keyin o'rganishni boshlaydi. Mana shuni atomic habits deydi. Ya'ni atom o'zi kichkina zarracha degan. Ya'ni o'sha zarracha odatlar bilan kuchli xarakter qur deydi. Oxir oqibat
Siz arjimaniya qilayotgan bo'lsangiz, o'sha arjimaningiz bittadan boshlagan arjimaningiz oyda oxiriga borib 30 ta bo'ladi. Ko'payib ketaveradi. Va siz 30 dan oddiy qilasiz. Ya'ni sizda o'sha xarakter shakllandi, 30 ta arjimaniya qilgan. Ya'ni qanaqa xarakter u? Doimiylik xarakteri. Ya'ni kichkina odatlar bilan doimiylik xarakterini shakllantirib oldingiz. Bu doimiylik xarakteri sizga ko'p yordam beradi. Juda ham ko'p yordam beradi. Xo'p, maqsadlar emas, tizimlar qur. Mana shunga keldik. Xo'p, maqsadlar emas, tizimlar qur. Nimaga bu muhim? Xo'p, tizim bu, men sizga qo'pol qilib aytganimda, sartaroshxona bor. Sartaroshxonaga kirsiz, sochingizni oladi. Istaganingizni olib beradi, bitta zo'r qilib. Servislari zo'r. Sochingizni olgandan keyin uqalab qo'yadi. Boshingizni zo'r qilib. Va sizga chiroyli muomala qilishadi, choy olib kelib berishadi, choy ichasiz. Limon choylar. Xullas, shunaqangi chiroyli servis ko'rsatishadi. Va shu servisni har gal kelganingizda qilishi, mana shu tizim deydi. U tizimga kirmaydi agarda xuddi keyingi safar choy olib kelmasa, keyingi safar boshingizni uqalab qo'ymasa. Ya'ni oldingi safardagi muomalani bu safar ham ko'rmasangiz, bu tizim hisoblanmaydi. Ya'ni bu joyda tizim yo'q hisoblanadi. Shuni tizim deydi. Xo'p, endi tizim nima degani ekan degan savol bor-da. Nimaga biz tizimlar ustiga qurishimiz kerak? Maqsadlar ustiga emas hayotimizni. To'g'ri, biz maqsadlar qo'yishimiz kerak. Maqsadlar bu yo'nalish beradi. Lekin tizim o'sha yo'nalishga, o'sha maqsadlarga olib boruvchi bitta fundament bo'ladi. Eng muhim narsa hisoblanadi. Ya'ni tizimda qanaqa o'rnatish kerak? 1% qoidasini kiritish kerak. Ya'ni shunaqa qiling. Har gal o'sha narsani qiling. Bir xil vaqtda bo'lsin, bir xil vaqtda bitta joyda bo'lsin. Shuni singari joylari bor. Ya'ni tizimlar maqsadlardan kuchli. Tizimlashtirib qo'ysangiz, sizga ancha osonlashaveradi har galda. Ya'ni ham osonlashadi, ham o'sha servis, ya'ni xuddi o'sha natija qayta sizga beriladi. Tushunyapsiz? Tizimlar sizga natijani har gal berib turadi. Endi unga 1% effektini qo'ysangiz, har gal o'sha yaxshi servis yaxshiroqqa aylanadi. Yaxshi servis yaxshiroqqa aylanadi. Ya'ni har kuni bir xil ishni qilishingiz mumkin, lekin o'sha bir xil ish bir xil natija beradi. Lekin har gal yaxshiroq qilishingiz mumkin, har gal yaxshiroq natija olasiz. Xuddi shuni singari. Keyin yana bitta zo'r narsa bor. Mana shu atom odatlarda kichik odatlar bilan kuchli xarakter qurishda bitta zo'r narsa bor. Kuchli xarakter oson kelib qolmaydi. Kuchli xarakter nimalar bilan keladi? Birinchisi, biz doimiylikka o'rgandik. Kichkina harakat bo'lsa ham uni doimiy qildik. Va bu narsa bizni doimiylikka o'rgatib qo'ydi. Bu birinchisi. Ikkinchi eng kuchli narsa, eng kuchli narsa, har gal qilganimizda o'zimizga bergan va'damizni bajaryapmiz. Ya'ni ertaga men bugun bitta arjimani qildim, ertaga ikkita arjimani qilaman dedik. Bu narsa ertangi biz o'zimizga va'da bergandik, shu va'dani bajarish. Ya'ni bu va'dani bajardikmi? Har gal o'zimizga bergan va'dani bajarib boshlayapmizmi? O'zimizga ishonch kuchayadi. Ya'ni o'ziga ishonch kuchayishi bu haqiqiy tartibni shakllantiradi. Ya'ni o'zingizga ishonchingiz kuchayish xuddi anaqa o'xshaydi. Qorong'u xona bor, tasavvur qiling. Qorong'u xonaga bir marta kirdingiz, hamma o'sha qo'rqinchli joyini qisqib chiqdingiz va ikkinchi marta kirsangiz qo'rqmaysiz. Xuddi o'shanga o'xshaydi. Ya'ni siz bir marta o'zingizga va'da berib bajardingiz, ikkinchi marta duxingiz oshadi. Tushunasizmi?
o'sha ishga nisbatan 900 oshadi. 3 marta qildingiz yana ham oshadi. Ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortaveradi. Keyin o'sha o'zingizga bo'lgan ishonch, ya'ni men har kuni qila olaman degan ishonch keyingi odatlarni shakllantirishingizga ham katta yordam beradi. Oson shakllantirib berasiz. Mana shu eng kuchli filosofiyasi hisoblanadi atom odatlar. Shuning uchun ham bu kitob haqiqatda bestseller bo'ldi va haligacha bestseller bo'lib kelyapti shu kitob. Juda ham kuchli kitoblardan bittasi. Xo'p, keyingisi. Keyingi mana hayotimni o'zgartirib olgan prinsiplardan bittasi. Hayotimni o'zgartirishdan ham asosiy fikrlashimni ancha mana xotirjam qilgan, fikrlashimni tartibga solgan prinsiplardan bittasi. O'zingni o'liklar safiga qo'sh degan prinsip. O'zingni o'liklar safiga qo'sh. Buni men Marcus Aurelius degan odam bor. İmperatorlardan bittasi bo'lgan. Juda ham stoik imperator bo'lgan. Juda ham mashhur imperatorlardan bittasi. Uni mashhur bitta gapi bor. Memento mori deydi. Memento mori. Ya'ni o'limda esladigan prinsip. Doim o'ziga mana shu prinsipni o'ziga qo'yib olgan. Ya'ni doim o'limda esla. Ya'ni bu nima degani? O'zini o'liklar safiga qo'shish, doim o'lgandek yashash degani. Ya'ni o'zingizni o'lganlar safiga qo'shasiz. Ya'ni doim har bitta ishni harakat qilyapsizmi? Baribir o'laman-ku, o'lim yaqin-ku, o'lishim mumkin-ku deb doim o'zingizga gapirib turishingiz. Ya'ni o'limni doim eslashingiz har bitta harakatingizda. Bu nima beradi? Mana shu foydalarni birma-bir gapirib chiqaman. Haqiqatan juda ham kuchli filosofiya hisoblanadi. Birinchisi, har kuningiz qimmatlashadi. Har kuningiz qimmatlashib ketadi. Ya'ni siz o'lishingizni bilasiz. Har bitta kuningizni, har bir lahzasini qadrlashni boshlaysiz. Ya'ni 100% his qilmagan taqdiringizda ham o'limni, ya'ni o'limda 100% eslamagan taqdiringizda ham sal bo'lsa ham shu narsani o'zingizga ta'kid qilishingiz kundan yaxshiroq foydalanishga qanaqadir turtki beradi. Ya'ni yaqinlaringizni qadrlashni boshlaysiz. Kuningizdagi eng muhim narsani bajarishni boshlaysiz. Eng muhimlarini eng tez bajarishni boshlaysiz. Qarorlaringiz aqlliroq bo'lishni boshlaydi. Aqlliroq qaror qilishni boshlaysiz. Tasavvur qiling, menga 1 yil qoldi vafot etishimga deb harakat qilsangiz, o'sha yilingiz qanaqa bo'lardi? Bir o'ylab ko'ring. Endi bu nima foydasi bor? Bizni motivatsiyamizni, ya'ni hayotga bo'lgan, maqsadlarimizga bo'lgan motivatsiyamiz bir xilda ketishi uchun nima foydasi bor degan savol bor-da. Bu narsa eng muhimi sizga quvvat beradi. Ya'ni qanaqa quvvat? Qo'rquvingiz kamayadi. Qo'rquvingiz kamayadi. Jur'atli bo'lishni boshlaysiz. Ya'ni juda ham ko'p joylarda qiyinchilik ko'rilganda to'xtab qolinadi. Ya'ni siz bilasiz, o'lim eng katta qo'rquv va boshqa qo'rquvlar o'lim oldida eng kichkinasi. Juda ham kichkina deyishni boshlaysiz. Ya'ni qo'rquvsizroq yashashni boshlaysiz hayotda. Undan tashqari men markazman degan narsani yo'qotasiz. Ya'ni egoist tushishni boshlaydi. Va ko'proq boshqalarni o'ylashni boshlaysiz. Rahim shafqatli bo'lishni boshlaysiz. Tizon narsa bor. Ichki xotirjamlik kirishni boshlaydi. Chunki siz bilasiz, hamma yo'q o'tkinchi. Asosiy bizdan qoladigan narsa yaxshilik. Boshqalarni o'ylashimiz. Agarda men vafot etsam, nima bo'lardi?
qarang, bitta narsa borda, eng yomon narsa o'sha Viktor Frankl deb zo'r gapi borda. O'lim borligi deydi, bu ma'no deydi. Agarda abadiy yashaganimizda bugunimizdan ma'no qochardi deydi. Ya'ni bugunimiz ahamiyatsiz bo'lib qolardi deydi. Sizda ko'pgina kunlar borda, abadiy yashaysiz. Shu kunlaringizni qadrlamay qo'yasiz. Shu narsa bor deydi. Ya'ni chegaralangan vaqt qarorlarni qimmatlashtiradi. Chegaralangan vaqt sizni aqlliroq yashashga majbur qiladi. Hayotingizni mazmunli qiladi. Tasavvur qiling, har kuni o'limni eslayapsiz. Biz ertamiz kelishiga ishonganimiz uchun narsalarni qizg'anamiz. Biz ertamiz keladi, hali hayotim bor deganimiz uchun boshqalarni o'ylashimiz kamayib ketadi. Ya'ni kimlardir bizdan narsa so'rasa, biz uni qizg'anamiz, chunki biz kelajakda ishlatishimiz mumkin. Tushunyapsizmi? Agarda siz o'limni eslasangiz, o'lishingizni bilib tursangiz, bir soniyadan keyin boshqalarga yaxshilik qilishga oshiqasiz. Va hayotingizga mazmun kiradi. Mana shu hayotga mazmunni kiritishda o'zi motivatsiyani qatiradi. Shuning uchun ham biz doim o'limni eslab turishimiz kerak. Keyingi 4-chi prinsipimiz, oxirgisi, lekin juda ham kuchli prinsiplarimizdan bittasi va meni har kuni ertaroq turishimga, maqsadli turishimga majbur qiladigan narsa bu. Mana shu prinsip hisoblanadi. Uzoq muddatli maqsad top. U butun hayotingga yetsin. Uni qismlarga bo'l. 100 yoshga kirsang ham shu maqsadni oshirayotgan bo'l degan prinsip. Xo'sh. Buni yaponlar bitta gap qilib aytishadi, bitta so'z qilib aytishadi. Ikigai deb qo'yishadi. Ya'ni Ikigai degan kitob ham bor, butun boshli kitob. Unga ko'ra yaponlarda uzoq yashash siri Ikigai ekan. Ya'ni aktiv, qarisa ham tetik, sog'lom yashashning siri Ikigai deyishar ekan. Ya'ni Ikigai bu o'zingdan-da ko'ra kattaroq maqsad qo'yish. O'zingdan-da ko'ra ko'proq sababga ega bo'lish. Ya'ni maqsad shunaqangi katta bo'ladiki, shu maqsad butun hayotiga yetadi va qarigan chog'ida ham, ya'ni 80 ga kirgan yapon ham ertaroq turishga sabab topadi. O'sha maqsad ertaroq turgizadi, uni sog'lomroq yashattiradi. Qaranglar, bitta narsa bor ekan, ertaroq turishga sabab, ya'ni aktiv bo'lishga sababni bo'lishi insonni ko'proq yashashiga sabab bo'lar ekan, deydi yapon xalqi. Ya'ni buni o'zlarini uzoq yashash siri deb bilishadi. Birinchidan, hayot bekorga o'tib ketmaydi agar shu prinsipingiz bo'lsa, ya'ni shunaqa katta prinsipingiz bo'lsa, uni qismlarga bo'lib chiqqan, hatto 100 ga kirsang ham qaysidir qismini bajarayotgan bo'l degan prinsip. Hayot bekorga o'tib ketmaydi. Qo'shimcha kuch, tetiklik kirishni boshlaydi sizga va stress kamayadi. Bitta savol borda sizlarga. Bekorchi odam ko'proq stress bo'ladimi yoki ko'p ishlaydigan odammi? Bir o'ylab ko'ring. Va shuni isbotlashganki, bekorchi odam ko'proq stress bo'lar ekan. Ko'p vaqtini ishda o'tkazgan odamga nisbatan. Ya'ni odam qachon aktiv bo'lsa, shunda stressga ketishni boshlaydi. Endi bu degani stressli ishlar aytmayapman. Qancha aktiv bo'lsangiz, shuncha stresssiz bo'lasiz. Qancha o'zingiz bilan bekor qolsangiz, shunda o'zingiz eshitishni boshlaysiz.
Painlaringiz, ya'ni azoblaringizni eshitishni boshlaysiz. Siqilishni boshlaysiz. Stress shundan kelib chiqadi. Ya'ni bekorchimisiz? Sizni oldingizda mas'uliyatlaringiz bor, bolalaringiz bor. Shu mas'uliyatlaringizni bajara olmayapsizmi? Demak, bu narsa sizni siqadi. Va bu narsa sizga stress beradi doimiy. Endi siz doimiy harakatdamisiz? Stress kamayadi va bu narsa ko'proq, ya'ni mazmunliroq yashashingizga sabab bo'ladi. Shunaqa deydi yaponlar. Keyin bitta zo'r narsasi bor, shuni qiyinchilik. Qiyinchilik kelib qolsa, o'sha maqsad yo'lidagi bir qism deb tushunishni boshlaysiz. Qiyinchilik bu maqsad yo'lidagi bir qism. Mana shu ham juda ham chiroyli bir qismi hisoblanadi shu prinsipimiz. Ya'ni maqsad qo'yasiz o'zingizga, juda ham katta bo'lsin iloji boricha. Shu maqsadni xolasiz yillarga bo'lib chiqing, xolasiz 5 yilliklarga bo'lib chiqing, xolasiz 10 yilliklarga bo'lib chiqing. Va shu 10 yilliklarda shu maqsadingiz qanchadir qismini bajarib keting. Yoki doimiy bir maqsad qo'ying. Shuni singari maqsad. Misol uchun 1000 ta yetim oilaning kafilligini olish, tasavvur qiling. Yo bo'lmasam 100 ta quduq chiqarish, yo bo'lmasam qiynalayotgan million ta oilaga yordam berish. Shuni singari narsalar. Shunaqangi katta maqsad bo'lsin, u boshqalarni o'ylasin o'sha maqsad. O'zingiz uchun emas, boshqalar uchun yashashni ichiga kirgizib qo'ying shu maqsadingiz. Ya'ni asosiy mazmuni qilib qo'ying. Shunda siz hayotingiz mazmunli bo'ladi. Siz 80 ga kirganingizda ham, 90 ga kirganingizda ham yotavermaysiz. Turasiz, o'sha maqsadingizni amalga oshirasiz. Qismini amalga oshirasiz. Aktiv, kuchli, sog'lom qariya bo'lasiz. Sog' bo'linglar. Mana shu prinsiplarni asosiy narsa amali. Hammamizga amal qilishni edi. Alloh oson qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.